xalqimiz 24 soat ichida sizga qancha pul yig'di deb o'ylaysiz? Ayting, qancha deb o'ylaysiz? Ha? Mana bu 10 ming dollar ushlang. Ha? Mana 20 ming dollar. Xalqimiz juda saxovatli, mana 30 ming dollar. Ha? Mana bu 40 ming dollar. Ko'rsamisiz? Endi qarab turing mana. 45.170 dollar. 24 soat ichida saxovatpesha xalqimiz sizga kartalarimizga qarang, 45.170 dollar. Bundan tashqari mana Toshkentdan homiylarimizdan so'm 13 million 800, qog'oz 1600. Bu saxovatpeshalarimiz hammasi zakot qilib berishadi har hafta. Tushunyapsizmi? Bu 2700 bo'lyapti. Qo'shganimizda jami 48 mingda, jami 24 soatda 48 ming. Men bitta oddiy qulmanda, sababini qilaman, qancha xalqimiz sizni duo qilib, ha? Haqqingizga. Mana operatsiyangizdan tashqari uyingizni ham remont qilib olasiz. Kelishdikmi? Qani endi bitta shu ehson qilganlar haqqiga duo qiling. Saxovatpesha insonlari hammalarini omadini bersin. Menga biri bergan bo'lsa, ularga ming bo'lib qaytsin. Iloyo ilohi Parvardigor. Amin. Ko'p qatorida Amin. hammamiz tuzalib, Amin. hammalarini duo qilib yuraylik ilohim. Xalq xizmatida yuribsiz. Amin. Alloh o'z panohida asrasin sizni ham Parvardigor. Alloh siz ham tuzalib ketdingiz. Qizlarxon opamiz uylariga ham 2 million so'm 700 dollar pul har xil odamlardan kelib jami pul tashlab ketiribdi. Bu yoq 50 ming dollar pul qilamiz Allohning fazli bilan. Namangan Toshbuloq tumanidagi pasport stoldagilarga iltimos qilardik. Iltimos 10 kunda chiqadi debdi. Zagreb pasportini tezlashtirib beringlar iltimos sizlardan. Ahvolini ko'rib turibsiz, tezroq Hindistonga zudlik bilan jo'natmasak bo'lmaydi. Sizlarga berilgan 700 dollardan 2 millionga mana 13 million qo'shamizdan 20 million qarzni aka, 20 million qarzni berasizlar. Qolgan pullar summa, qolgan pul men uyimga olib ketaman. Toshkentda o'zim uchiramaslardi, chunki men uylaringiz hamma yo'q ochiq, har xil odam bor. Bu pulni qo'yib keta olmayman. Qo'lingizdan doktorga hozir yotqizdirib, mumkin Zagreb pasportingiz chiqquncha yarim suvni oldirib bu qilib turamiz deyapti. Unga bolalar bu yerda qo'lini qo'shdilar, Alloh rozi bo'lsin. O'zimiz qarashamiz, pulni aka siz olib keting deyapti. Bu omonatingiz meni qo'limda. Tushundingizmi? Men xudo xolasa Toshkentdan o'zim mana shu pullarni qo'lingizga topshirib uchiramiz. Mana videoda ham aytib qo'yaman. Pulni men olib qo'yaman. Tushunasizmi? Chunki ochiq joylarga qo'rqaman. Familiyalashib. Bandasiga bermayman hisob, yuraklari torlik qiladi. O'lgunimcha asli umrbod, kimligimni Xudo biladi. Bu olamda hammadan ko'proq kimligimni Xudo biladi.